Nigina keling, bugun ifor haqida gaplashamiz. Uni mijozlarning taassurotidagi o'rni haqida. Xo'p, bilamizki, ko'plab mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi joylarda toza va stabil iforni ushlab turish muammo bo'ladi va bu mijozlarda ham yomon taassurotga sabab bo'lishi mumkin. Hid insonda birinchi taassurotni shakllantira oladigan kuchli vosita hisoblanadi. Juda ham to'g'ri aytasiz. Unda bugun klinika va kiyim do'koni uchun sizni fikringizga asoslanib eng yaxshi aromalarni moslab ko'ramiz. Xo'p, juda ham yaxshi. Asosan ko'p klinikalarga kelgan bemorlar u yerda turli dori va antiseptik vositalar hidini sezishadi. Bunaqa hidlar asosan qo'rquvga sabab bo'ladi. Shu sababdan biz Ritz-Carlton va White Tea aromatlarini sizga taklif etamiz. Bu aromatlar tinchlantiruvchi va yengillik olib keluvchi iforlar hisoblanadi. Aha, juda ham zo'r. Unaqa bo'lsa, kiyim do'koni uchun qanaqa aromalar mos bo'ladi? Xo'p, kiyim do'konida xaridorlar o'zini qulay his qilish kerak. Bu yoqda zamonaviy va nafis aromalar yaxshi ishlaydi. Bunaqa muhit uchun ham bizda maxsus aroma tanlovlari bor. Dedim, Miss Dior, Hermione bu kiyim do'konlari uchun juda ham mos keladi. Chunki nafis va toza muhit mijozda ishonch uyg'otadi. Yana kimdir aroma tanlashda qiynalayotgan bo'lsa, shu videoning tagiga sohaligini yozib ketishsa, biz ularga aroma tanlab beramiz.